Alibaba, Jack Ma bunyod etgan maskan. Bu oddiy ingliz tili o'qituvchisidan jahondagi eng yirik texnologik imperiyalardan birini barpo etgan inson hikoyasi. Muallif Duncan Clark. Kitobda Jack Ma'ning hayoti va Alibaba imperiyasining yaratilishini real faktlar bilan yoritadi. Jack Ma 1964-yilda Xitoyning Hanzhou shahrida tug'ildi. U ko'p bor sinovlardan o'tdi. Maktabda muvaffaqiyatsizlik, universitetga kira olmaslik, lekin u ingliz tilini o'rganib, dunyo qarashini kengaytirdi. 1990-yillarda internet bilan tanishuv Jack Ma'ning hayotini o'zgartirdi. Bir nechta muvaffaqiyatsiz urinishlardan keyin 1999-yilda u kichik ofisda Alibaba kompaniyasiga asos soldi. Maqsad oddiy edi: kichik va o'rta tadbirkorlarni internet orqali global bozorga ulash. Alibaba qisqa fursatda millionlab odamlarning hayotiga kirib bordi. Taobao va Alipay xizmatlari Xitoy iqtisodiyotini yangi bosqichga olib chiqdi. 2014-yilda esa Alibaba New York fond birjasida tarixdagi eng yirik IPO'ni amalga oshirdi. Jack Ma pul topishdan ko'ra imkoniyat yaratishni ustun qo'ydi. Uning qat'iyati va orzulari natijasida Alibaba bugun dunyo e'tirof etgan imperiyaga aylandi. Alibaba Jack Ma bunyod etgan maskan. Bu nafaqat biznes tarixi, balki orzularni amalga oshirishni istagan har bir inson uchun ilhom manbaidir. Aziz kitobxonlar, kitob nafaqat bir kompaniya tarixi, balki orzulari yo'lida hech qachon taslim bo'lmagan inson hikoyasidir. Agar siz biznes, innovatsiya yoki ilhom izlayotgan bo'lsangiz, bu kitobni mutolaa qilishingizni albatta tavsiya qilamiz. Chunki unda Jack Ma'ning hayoti orqali siz ham qat'iyat, sabr va g'oya kuchining qanchalik ulkan natijalar berishini his qilasiz.